Ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun mamlakatimizda tashabbusli byudjet loyihasi yo'lga qo'yilgan va bu mavsumda rekord darajada ovoz to'planayotganini aytishyapti. Shu paytgacha 17 milliondan ortiq ovoz to'plangan. Ushbu raqamlardan ko'rinib turibdiki, aholi vakillari yashayotgan joydagi muammolarga befarq emas va shu o'rinda loyiha natijalarini tahlil qilsak. Avvalgi mavsumda g'olib bo'lganlarga mablag' yetib bordimi? Ishlar qay darajada sifatli bajarilyapti? Kelasi mavsumda qanday yangiliklar bor? Mana shu savollarni o'rtaga tashlagan holda mas'ullardan intervyu olamiz. Ovoz bormi-kan? Ovoz bormi? Bir ovoz 15 ming so'm. Yuqoridagi kabi taklif beruvchilar sizni ham chetlab o'tmagani aniq. Chunki 2 yil avval boshlangan Open Budget loyihasida g'olib bo'lish uchun respublikadagi ko'plab mahalla vakillari qo'llarida quloqchin yoki pul bilan ovoz yig'ishga urinishmoqda. Ovoz yig'yapmiz aka. Qishlog'imizning farovonligi bo'yicha yo'l masalasi, qishlog'imiz